Assalomu alaykum. Mayda-chuyda narsalarga o'zidan o'zi asabingiz buzilayotgan bo'lsa, bu sizning xarakteringizmi yoki testosteroningiz pasayib ketdimi? Bugun shuni o'rganamiz. Ayniqsa yosh katta bo'lgan sari yo'ldagi mashinalar, konditsionerning yoqiligi, pult, bolangiz bergan savol, kimnidir kechikib kelishi, shunga o'xshagan narsalar, mayda-chuyda narsalar agar o'zidan o'zi sizni asabingizni buzayotgan bo'lsa, testosteronni tekshirib ko'rish kerak. Buni bugun sizlarga tushuntirib beraman. Tez asabni buzilishi va testosteron yetishmovchiligi degan narsani o'rganamiz. Xo'p, Fizia Neuroendokrinologiya jurnali 2017-yildagi ma'lumot. O'rtoqlar, bizlar misol uchun doktor chiqib o'zini gaplarini gapirib o'tirishi bu ishonchli hisoblanmaydi va ishonchli manbalardan, maqolalardan sizga misol keltirishi bu yuqori oliy darajadagi ma'lumotlar hisoblanadi. Shuning uchun ba'zi bir maqolalarni o'rganishimizga to'g'ri keladi. Nimaga bu Amerikadan gapiradi, o'zini fikri yo'qmi demaylar, o'zimning fikrim juda ham yetarli. Xo'p, demak, shu asabi tez buziladigan erkaklarni 380 ta erkakni 2 yil tekshirishsa 40% da testosteroni past ekan. Bularda tez asabni buzilishi va sababsiz jahl chiqishi kuzatilar ekan. Xo'p, keyingisi Clinical Endocrinology va Metabolism degan jurnal bor. 2019-yilda ma'lumot. 40 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan erkaklarni tekshirib ko'rishsa, 260 ta erkaklarni testosteroni past erkaklarda asabni buzilishi va xavfsirash, qo'rquv 300% ko'p bo'lar ekan. Shu narsa ayollarga tegishli 30 yoshdan keyin boshlanadi. Agar 30 yoshdan keyin ayolingiz mayda-chuyda narsaga asabi buziladigan bo'lsa, misol uchun bolangizni prichoskasi yoki kiyib olgan kiyimi yoki sizni qaysidir gapingiz yoki boshqa narsalarga o'zidan o'zi pilososni ishlashi, misol uchun aytaman, yoki telefonni batareykasini kam qolgani, oddiy narsalarga asabi buzilayotgan bo'lsa ayolingiz, uni testosteroni past bo'lishi mumkin. Misol uchun o'zi asabi yomon ayollar bor. Farqlab olish uchun ular o'ziga kelish qiyin bo'ladi. Testosteroni past erkak ayoli jahli chiqqanda o'ziga kelib olish qiyin bo'ladi. Testosteroni normallik bo'lsa tez o'ziga keladi. Shu narsani esingizda qolsin. Xo'p, nimaga bunaqa bo'ladi? Qaranglar. Testosteron baxt gormonlari, xursandchilik gormonlarini ishini kuchaytiradi. Misol uchun serotonin yoki dopamin yoki xotirjamlik gormoni GAMK bor, tormoz gormoni bor. Shularning ishini kuchaytiradi. Testosteron yetishmaganda GAMK degan gamma aminomaslinniy kislota, gamma amino moy kislota degan tormoz gormoni testosteron kam bo'lganda asabingiz buzilganda o'sha GAMK yaxshi ta'sir qilmaydi va siz o'zingizga kela olmaysiz. Tormoz pasayib qoladi. Esingizda tursin. Dopamin baxt gormoni. Testosteron baxt gormonini hosil bo'lishini boshqaradi, kuchaytiradi. Shuning uchun testosteroningiz past bo'lsa, siz xursand bo'la olmaysiz. Sizning motivatsiyangiz bo'lmaydi yashashga, ishlashga, karyera qilishga, pul topishga. Va shuning hisobiga раздражительный bo'lib qolasiz. Serotonin misol uchun o'zidan ko'ngli to'lishni gormoni yoki misol uchun birovga boylanib qolish, yaxshi ko'rish gormoni. Shu narsangiz testosteron pastligi hisobiga kam bo'lsa, o'zingizdan ko'nglingiz to'lmaydi. Boshqalardan ham ko'nglingiz to'lmaydi. Keyin bular hammasi asabingizni buzaveradi. Miyada bodomsimon tana degan joy bor. Miyamizda bodomsimon tana degan joy bor. O'sha jahl chiqishiga, agressiyaga javob beradi. 2015-yilda 120 ta erkakni tekshirib ko'rishgan, MRT qilib ko'rishgan. Testosteroni past erkaklarni bodomcha simon tanasi 2 marta kuchli ta'sirlanib, 2 marta kuchli ishlar ekan. Testosteroningiz normada bo'lganda shu bodomsimon tana unchalik kuchli ta'sirlanmasdi va sizni bunchalik asabingiz buzilmasdi. Esingizda qolsin. Xo'p, kortizol va testosteron. Buni gapiramiz. Demak, testosteroni past odamning kortizoli baland bo'ladi. Siz stressga moyil bo'lasiz. O'zidan o'zi stress kelib chiqadi va shu kortizolingizni balandligini hisobiga testosteron pasayadi. Lekin o'rtoqlar, kortizol yomon gormon emas.
Kortizolsiz hattoki 10 minut yasholmaysiz. Kortizolingiz pasaysa, hatto o'rningizdan tura olmay qolasiz. Muammo kortizolni balandligida emas, muammo testosteronni normaga keltiring, kortizol o'zi joyiga kelib ketadi. Mana 180 ta erkaklarni tekshirib ko'rishganda kortizoli baland erkaklar 65% tashkil qilgan, 65% ga ko'proq bo'lgan testosteroni past bo'lsa. Xo'p, mana ba'zi bir odamlarning xarakteri bor. Misol uchun farzandingizga qarang. Bittasi spokойный, bittasi sho'x. Endi sizni asabingiz buzilayotgani bu sizni xarakteringizmi yoki sizda testosteron yetishmayaptimi? 4 ta hozir farqini aytib beraman. Agar testosteron sababli bo'lsa, ko'pincha 40 yoshdan keyin yoki 30 yoshdan keyin paydo bo'ladi asabingiz tez buzilishi. Ya'ni siz oldin Amir Olimxonga o'xshab oliyjanob, xotirjam, zo'r odam bo'lgansiz. Birdaniga tez asabingiz buziladigan bo'lib qolib, o'zgarib qolgan bo'lsangiz, xullas qarib, miyang'i bo'lib qolgan bo'lsangiz, bu testosteroningiz pasayib ketgan. O'g'lingizni prechoskasi, mayda-chuyda narsalar, hamma narsalar sizni asabingizni buzayotgan bo'lsa, 30-40 yoshdan keyin boshlangan bo'lsa, testosteroningiz tushib ketganlar. Keyin ikkinchi farqi, agar xarakteringiz yomon bo'lsa yoki asabiy bo'lsangiz va jinsiy quvvatingiz yaxshi bo'lsa, bu hisob emas. Testosteroni pasayib, jinsiy quvvat pasayib, asabi tez buzilayotgan bo'lsa, bu o'sha gormonalning razdражительность, gormon bilan bog'liq asabni tez buzilishi hisoblanadi. Agar gormon bilan bog'liq bo'lsa, testosteronning yetishmovchiligining boshqa belgilari bo'ladi. Xo'p. Asabi buzuq odam, xarakteri yomon odam, o'zini chegarasi bo'ladi. Mana misol uchun qarang. Misol uchun aytayman. Bitta ikkita yomon gap uni asabini buzmaydi. Lekin siz uni krasniy liniyasidan o'tsangiz, misol uchun kimdir ishga kech qolganini yomon ko'radi, boshliq bo'lsa. Agar kech qolsangiz, 1-2 safar indamasligi mumkin, lekin keyin u sizga misol uchun o'zini jahlini ko'rsatishi mumkin. Testosteron yetishmovchilik arzimagan mayda chuyda narsaga asab buzilishi boshlaydi. Bu gormonal asab buzilish deyiladi. Sizni parogingiz, asabingiz buzilishi chegarasi avvalgidan o'zgarib qolgan bo'lsa, bu gormon bilan bog'liq. O'zi avvaldan shu narsa sizni asabingizni buzgan bo'lsa va hozir ham buzayotgan bo'lsa, bu gormonga bog'liq emas. Eng qiziq narsasi bor. Qarang. O'zi xarakteri yomon, asabi tez buziladigan odam sizni xafa qilgandan keyin vijdoni qiynalmaydi. Gormonal vodiyliklar, mana sizlarda madaniyat va tarbiya boshqacha. Bu narsa Buxoroning shahrida ham bor. Endi men boshqa joylarda yashamaganman. Aniq biladigan joylarimni aytaman. Vodiyni aytaylik. O'zbekistonning 30% bu vodiy aholisi bo'yicha. Xijolat bo'lib qoladi. Avval asabi buziladi. Begona odam yoki oila a'zolarini yoki ishchilarini xafa qilgandan keyin asabi buzilib, xafa qilgandan keyin shuni bekorga xafa qildim degan his tuyg'uni paydo bo'lishi va undan kechirim so'rash, kechirim so'ramaganda ham kontaktga kirishib, o'rtadagi vaziyatni yumshoqlashtirishga harakat qilish, bu gormonal asab buzilishi hisoblanadi. Gormon bilan bog'liq bo'lmagan, xarakter bilan bog'liq bo'lgan asab buzilishda bu odam sizga agressiyasini ko'rsatgandan keyin unutadi sizni. To'g'ri qildim deydi va unutadi. Xotiningizni xafa qilib qo'yib yoki eringizni xafa qilib qo'yib, keyin aybingizni tan olib bir narsa yaxshilik qilmoqchi bo'lsangiz, bu gormonal asab buzilishi. Kim shu yerda o'zini tanigan bo'lsa, misol uchun kommentariylarni ko'paytirib, bekorchi kommentariylarni ko'paytirmaylar, lekin o'zingizcha prosta kulib bunday qilib qo'ysangiz bo'ldi. Menga layklar ham kerak emas, kommentariylar ham kerak emas, qiziq savollar bo'lsa kerak. Prosta aytmoqchimanki, boshqa blogerlar aytadi-yu, agar siz o'zingizni tanigan bo'lsangiz, layk bosing yoki kommentariyda men deb yozib keting. Yo'q, bekorga yozmanglar. Aniq savollar bo'lsa yozinglar. Lekin mana shu bugungi temamizning asosi shuki, agar birovni xafa qilib, keyin o'zingiz uni shundan o'zingiz xijolat bo'lsangiz, testosteroningizni tekshirib ko'ring. Bu gormon pasayganidan asabni buzilishi. Birovni xafa qilib, keyin kechirim so'rashni o'ylamasangiz, battar bo'ling. O'zingiz shunaqasiz.
Xo'p. Endi nima qilsa yordam beradi? O'rtoqlar, sport meditsina 2021-yildagi ma'lumot. 32 ta meta-analiz. Meta-analiz degani ko'p analiz degani. 32 ta maqolani tekshirib ko'rishgan. 30 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkaklarda fitness qildirishgan, kortizoli pasayib, testosteroni 15-20% ga ko'tarilgan. Demak, asabingiz tez-tez buzilayotgan bo'lsa, alamingizni sportdan oling. Haftada 3 marta fitness qilishni boshlang. Xo'p, kardio mashqlar. Garvard meditsina maktabi 2018-yildagi maqola. 200 ta erkakni tekshirishgan. Toza havoda 20 minut yurish ham, lekin men sizlarga 1 soat yurishni tavsiya qilaman. 22% ga kortizolni pasaytirib, xavotirni, trevogani 30% ga pasaytirgan. Ya'ni asab buzilishini 30% ga pasaytirgan toza havoda yurish. Ko'p asabingiz buzilayotgan bo'lsa, hadislarga amal qilinglar. Demak, jahlingiz chiqsa, turgan bo'lsangiz o'tirib oling. O'tirish yordam bermasa, yotib oling. O'tirgan bo'lsangiz yoki turing, yoki chiqib keting uydan degan hadis bor. O'rtoqlar, men misol uchun shariat peshvosi emasman. Prosta misol keltiraman. Bu hadis sahihligini, roviysini bilmayman. Lekin asabi buzilgan odam, misol oxirida asabi joyiga kelmasa, uydan chiqib ketish kerak. Bitta aylanib kelsangiz joyiga keladi. Qayerga ketayotganingizni yetib keting, bo'lmasam men gap eshitib olasiz. Xo'p. Keyingisi prosta общий testosteron bilan luteinlovchi gormon. Ikkita. Общий testosteron va luteinlovchi gormonni tekshirib ko'ring. Testosteroningiz past chiqsa, ko'taring. Sog' bo'linglar, e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.